Bismillah. Olimlar, hammaga katta rahmat. Hozir mana shu 34 yil deganingizga ko'zimga yosh keldi. Chunki faqat jahoncha beradigan qonday ko'z yosh qilganmiz. Alhamdulillah, Alloh yetkazdi, mana quvonch ko'z yoshlariga yetkazdi. O'ylaymanki, biz haqli edik bunga erishishga. Bu faqat bizlarda futbolchilarda yutuq emas. Biz harakat qildik, biz o'zimizning qo'limizdan kelgan amalni qildik. Alloh bizga shuni nasib qildi. Bu butun o'zbek futbol muxlislarining bayrami. Mana shunday ulug' kunda bizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab, bizga uzoqdan bo'lsa ham, mana shu hajlarda uzoqda bo'lsa ham davlatimiz rahbari, o'zimiz ahli ilmlar hammasi duo qilishdi. O'ylaymanki, Alloh o'sha